tutquniga, hurmatiga, izzatiga boshlab ketaylik. Bir bilan bir tang emas. Attori noma'lum. Mikrofon oldida Elsa Turg'un Oy Malika. Muallim, do'stiga bir bilan bir tang deb yozdi. Bir o'quvchi o'rnidan turib, muallim, bir bilan bir tang emas, dedi. Bu gapdan ochiqlangan muallim. Ha? Qani unda qo's do'sting chiqib, bir bilan birning tangligini isbotlab ber. Agar isbotlab bermasang, bolalarning oldida seni org'amchi bilan bog'lab jazolayman jumo. Dedi. O'quvchi larzon menib do'stining oldiga chiqdi va shunday dedi. Muallim, Ali 8 yosh, Mamo 8 yosh. Ali'ning dadasi kunni kechda uyga qaytganda Ali bilan birga o'ynaydi. Men bo'lsam, Zoboy dadam tarafidan kundini chiqitim dombalanaman. Nima uchun Ali kundi maktabdan qaytganda tolaga chiqib o'ynay olmaydi? Lekin men maktabdan qaytib, tarozini ilib, ko'riklivida ish qilaman. Hasan bana o'xshash 8 yoshda. Nima uchun ularning uyida mezlik taomida chiqib turadi? Ammo biz har kuni osh yotimiz. Nosirning ishi men bilan tang. Nima uchun u har 3 oyda bir oyoq kiyalaydi? Men bir oyoqni 3 yil kiyaman. Ahmetning ishi men bilan tang. Nima uchun u maktabdan qaytganda opasi bilan birga bog'chaga berib o'ynay olmaydi? Ammo men opamning og'riq putini uvlab o'tiraman. Muallim ko'z yoshini surtib turib, do'stining oldiga berib, do'stidagi xatni o'chirib, bir bilan bir tang emas deb yozdi. Ondan o'quvchisini bag'riga besi, munbar oldida unlik yig'lab ketdi. Uning ko'zidan oqqan yoshlari etaklarini bo'ylab xuddi buloqning suyidek bulduqlab chiqayotardi. Dal shu chaqda maktab mudiri ishni ichib kirib keldi. Lekin maktab mudirining ko'zimi yoshidi. Chunki barliq jarayonni maktab mudiri orqa eshikning derazidan ko'rgan edi. Mudir ko'zlariga yoshlarni etqinicha otaliq mehr bilan bu o'quvchini bag'riga besib, qo'lidan yitliginicha sinfdan chiqib ketdi. Rahmat do'stlar, rahmat. Mamaga ko'pdan ko'p tashakkurlar bo'lsin, rahmat.